sudga kirib keta oladi bu narsa orqasidan, но biza kichkina shtraf bilan ajiotatsiya qildik. 2025-yil 1-may sanasida u tuning atelyemiz ochilgan. U tuning atelyemizga mana shu mashinani egasi, BMW bor-ku, M4 Gaini urib ketgan Gai. O'sha mashinani egasi ular bizani o'sha Uzbelas Performance tuning atelyemizga hamkorlik bilan kirishgan. O'zlari shu voyaga yetmagan bola va adalari. O'g'lim voyaga yetgan sari mana shu biznesda qatnashishni men xohlayman deganlar va biz kelishganmiz. Tuningni ular to'lov qilishgan. Tuning o'zini narxida qilingan va mana shu ular ochayotgan joyini reklamasini qilish uchun ularning mashinasi tuning qilingan. Sizni ular tanirkan. Siz men ham ularni taniyman. Ha. Shuni avvalroq bilganmisiz? Voyaga yetmagan bolalar shu mashinani olib chiqib ketishadi. Da, ularni. Lekin o'z tarafingizdan mana qanaqadir ogohlantirib ham qo'ymagansiz. Shu narsa ma'muriy javobgarlikka yoki jinoiy javobgarlikka olib kelishini bilarmidingiz? Biz dokument mashinani haydab yurishmi? Hamma biladi chunki. Ular tuning atelyegacha shu mashinani haydab kelishardi, to'g'rimi? Yo'lda. Lekin men Gai xodim emasman-da, ulardan nimadir dokumentini olib qo'yish. Birinchi tanishganimda o'zi bu narsa yomon deb aytganman. Mashina olib ketayotganda har doim men bermaganman mashinani, bersam aytmaganman. Sizni tanlovingiz ko'proq bo'ptiki, men ishimni qildim, men o'zimni pulimni oldim, u yog'i o'zi biladi nima qilishi, o'zini ota-onasi bor degandek. Shunaqa qarash qildingizmi? Yo'q, hozir javoblarim juda ham har xil. Yer bilan osmonni teng. Chunki men bu yerda bir kunim o'tdi. Men bu hayotimda birinchi marta bunaqa narsadan o'tishim. Mana yoningizda o'tirman, men uchun juda ham katta dars bo'ldi. Birinchi kunning o'zida. Meni gaplarim уже boshqacha hech qachon unaqa chiqmaydi. Men bilamanki, что hamma действияning jazosi bor. Hamma gapning jazosi bor, shuning uchun. Вы вообще себя соучастником ощущаете? Вот mana shu narsalarni vaqtida ogohlantirganda yoki shunchaki og'zimdan chiqqanda mana shu narsa bo'lmasligi ham mumkin. Sizdan shu xayol, mana shu fikr o'tyaptimi xayolingizdan? Mashinalarni tez yurib beradigan qilib berishimdanmi? Mashinalarni tez yurib berishni qilib berganim uchun-da. Bu narsaga aloqam bor. Aloqangiz bor shu. Da, mashinasini tez yurish hozir tez yuradigan bo'lib qolganligiga aloqam bor. Senga hech narsa qilmaydi, bor yo'q jarima to'laysan deb o'zingiz gapirgan gaplaringiz siz tarafdan bu narsa yaxshilikka olib kelmagani bu qonunga zid, lekin siz hozir shuni tushunyapsizmi yoki o'sha vaqtda tushunganmisiz? Targ'ibga o'xshab chiqib qolgan u video. Boshqalarga bejazolik bo'lmaydi deb hammani aytmaganman. Faqatgina o'zim aytganman, что qilmishimizdan keyin bizga shtrafimizni yumshoqroq berishganini aytganman. O'sha yozganlaringiz, yosh boyvachchalar qaytdi va YPXni masxara qildi deb bu drift shashqa qilayotgan mana shu xatti-harakatlarni bu sizda yozilgan. Mana shu narsalar ham ularga xuddi rag'bat sifatida bo'lganda, qo'llab-quvvatlash sifatida bo'ldi. Siz shuni qo'yayotganingizda o'sha vaqtda tushunganmidingiz? O'sha vaqtda tushunmagan ekanman. Hozir aybimni bilib, bu narsalardan oldin bu videolarni o'chirib tashlaganman. Nima deb o'ylaysiz? Mana sud qarori bilan sizga hozir 10 sutka berildi. 10 sutka berishdi. Shuni o'zi yetarlimi yoki siz bundan ham qattiqroq jazoga loyiqmisiz? Hamma harakat qilamanki, bu yerda o'zimni maksimalni to'g'ri tutib, ertaroq agar chiqarishligi iloji bo'lsa, men undan ham xursand bo'lardim. 10 sutkada qamoq asosida bu yerga joylashtirilganman. Meni sizlarga bo'lgan posilim, targ'ibim, murojaatim, iltimos. Dokumentinglar yo'qmi? Voyaga yetmaganmisizlar? Iltimos, mashinada chiqmanglar. Mashinada tez yurmanglar. Chunki o'sha Gaini o'rnida bizning adalarimiz bo'lishi mumkin edi. Iltimos. Bundan tashqari, mana shunaqa kechqurungi drift, gonka, nima deydi? Shu narsa sharoit qilinmagan joylarda boshlaydigan insonlarga ham meni passivim bu narsani to'xtatish kerak. Birinchi o'chirda shu rahmatli bo'lib ketgan Gai xodimining oilasidan uzr so'ramoqchiman. Xalqdan ham men uzr so'ramoqchiman va bu narsa hech qachon qaytarilmasligiga so'z beraman.